Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 6 ayning 13 kuni shanba. Men dinozavr uchurboslarga yetkazib qo'yay deb o'yladim. Uniki birisi hozir amalan ko'ngil bo'layotgan Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qonun masalasi. Uni 6 ayning 8 kuni Prezident Trumpga yo'lladi Amerika Kongressdan. Hazır şu Prezident Trump'daki üstüle bu. Amerika'daki nimesi boyunca, kanunu boyunca Prezident'deki 10 gün vakti varken bunu imza koyduğun. Eğer 10 gün içinde imza koymasa bu ırkçılık hukuk kanunu neydi köp sanlarındaki kuşluş bilen tasdikini ötkerlik için özü otomatik halde kanun aylanırken. Şuna hazır ahvalaşındak. Şuna hazır cemi 5 gün oldu bu prezident'e bağınıga. İmza koyduğuna yine 5 gün var. 5 gün içinde Xudayım bursa Prezident Trump imza koyuşu mümkün. Taze hazırca bir nestigil olmaydı. Bu vaxtda enik gap yok. Yakında çok imza koydu diyen gaplar azar çıktı. Lekin onunki ahire çıkmadı o gapniki. O diye ahvalın özü olmadı. Hazır andi Trump'niki 5'ini ağırtılgan işler belki köp olup gitti. İhtimal senin haberlerde var. Amerika'daki Floyd degen bir kartellerin ölüp gitişi bilen Amerika'nın nurgun yerlerinde namayış yapıp gidip andakin dükkanlarını bulaydıgan, çakıdıgan, maçlarını köydürdügan açta belki evcep gidip yakında Trump'ın beşiğe yeniden bir pis saldı bu işler. Ondan başka Seattle degen bir şehir var. Washington degen ştatniki paytaxtı. O yerdeki bir kısım kişiler komünizm rayını kuruyumuz dep açta bir nesnenin kuvvetudu. Amerika'da bir komünizm rayını kuruyumuz dep. Bu işler bu bilen mu Amerika hükümeti biraz aldırışıp gitti yakında yakı. Açta bu başka Prezident Trump'niki bu iş Uygur kanununa imza koyduğuna vaktiyden yetmemdi. Hazırca bir destekli olmaydı. Ama biz ümit var tutsak olurdu bu vakta. Eğer imza koysa, naite bir ehmiyeti zor iş bulurdu bu. Bir şereflik ehmiyeti zor. Eğer imza koymadan takdirde mi, bu kanun layısındaki kanun mukti ihtimalı pek çoğun andi. Hazır Amerika'daki şu namayış kılaymaqançıqa kadar Xitay'da naite ağır derecede hatta teşkilat buvatıdı. Uygurlarga mı işte Uygur cemiyetinin içinde mi şuna boğulduruptu. Kısım gaplarını takip hükümet çeteldeki Uygurlarını kaytırıtı degandek. Xitaylar işte teşkilatlarının kuvveti de bu cihette. Kendim bu vakti toxtaldım. Bu cihette ihtimal kuratkan insanlarla köp anlatkan haberler. Ben köp toxtalamayman bu yanki mezbunsal köprak. Hazır endi Xitay'niki kullanılan taktikisi yakında şu Amerika'nı acizlaştırış yoldaki bir kısım tedbirler. Ola 3 çoğun saat iş yapırvatıdı. Birisi zehirlik doğru eksport kılış. Bunun dinizlerinin haberleri var. Fentanil degen bir doğru var. Naiti ağır pasaydıgan doğru bu. Kişilerde bedeni kat ağırıp kesse ya ki operasyondan kin kişilerge bir doğru. Bu doğrunu Xitay işlep çıkardı iken, Amerika özü işlep çıkarmay. Xitay naiti köp miktarda çıkarıp bunu Amerikalarını zehirlep atıdı. Bu doğrunu ağır emes adamlar yese, xudelki akçikimlikteki ya ki neşitek ünün var ki bunu. Kişilerin ki beşini kontrol kılıp, minisini kontrol kılıp, naiti bir xil neşikken vakitkidek, akçekke vakitkidek tuğu ekip koyduğun. Şuna Amerika'daki yaşayıcıda bu doğru naiti kan tarqalğanken. Bunlar Qıran pazardan bunu yep, yıllığı neçe 10 bin adam ölüp gitip bana ahvalar varken. Yakında bu işini tam küçeytip Xitaylar bu işini. Ölüp etken Floyd degen kartellik mi şu ülketken vaxtıda şu darını ölçemden 4 təsirdek çıx yavağan ken şu vaxtın özüdendi. Açta doğru bilen münasibetlik. Bu Xitay'nınki yakında kullanılan birinci taktikisi. İkincisi Xitay hükümeti hazır Amerika'ya ait köp miktarda yalgan Amerika doları kirgizivatıdı.
Dollarning qiymati 1 dollarlik, 20 dollarlik, 100 dollarlik mushtaq pullar yaqinda Amerikada oqaqidan mushtaq yolg'on pulni tutib olish nimada, mana shu chegarada yolg'on pulni tutib olish hodisi yuz berdi. Shunga Xitoy bu jihatda bu ishlarni kuchaytirib turibdi. Mana bu Floyd degan odamniki o'limimi amaliyotda Xitoydan kirgan 20 dollar yolg'on pul bilan munosabatlik. Bu bir do'konga kirib bir narsa olaman deb 20 dollarni berib ekan, do'kondagi progazchik sal pulini tekshirib qo'yib, buni yolg'onligini bayqab, shuni soqchiga telefon qilib, shunday boshlangan ish shu. Çünkü bunun o'limimi shu 20 dollarlik yolg'on pul munosabati bor. Uchinchisi yolg'on xabar. Xitoy hozir yolg'on xabarni taqitishda intayin kuchayotdi. Buni Amerika va dunyomi tunib yetyapti hozir. Bu ish nayt eg'ilishib ketdi yaqin yoqi. Qanday qilish to'g'riliq hozir Amerika Xitoyniki bir qism media shirkatlarini cheklash Amerikadagi qatorliq bir qism tadbirlarni qo'llanayotdi. Hozir xalqaro mediadami bu to'g'riliq nayt ko'p xabarlar chiqyapti. Masalan, bugun Twitter shirkati bu Xitoyniki 170 ming hisobini taqaydiganligini e'lon qildi bugun. 170 ming. Bular shu korona Xitoy virusi va Hong Kong masalasida yolg'on tashviq qilish bilan shug'ullanayotgan kishilar ekan. Uyg'urlar haqidami mushtaq yolg'on xabar taqdirganlar ko'p. Endi ma'vu tunki xabarda aytilishicha asosan shu Xitoy virusi bilan Hong Kong haqidagi yolg'on xabarlar munosabat bilan taqaydiganligini dedi. Hozir endi Xitoyniki shu yolg'on xabar taqish jihatda qo'llanayotgan 5 taktikasi bor. Uniki birinchisi qat'iy e'tirof qilmaslik. Boshqa tutib olsa qat'iy e'tirof qilmaslik. Buni qara qilin nazariyasi bilan birlashtirib tushunsak bo'ladi. Men bu vaqtda burunmi so'zlagandim. İkincisi birincisi inkar qilish, birincisi e'tirof qilmaslik, ikkinchisi inkar qilish. Haqiqatan inkar qilaverish, oldiga shu paketlarni oldiga tashlab qo'ysimi, inkar qilib uni yaqinga emasda qat'iy ustiga olmaslik. Bu ikkinchisi. Anadagi uchinchisi qarshi tarafni qoralash. Qarshi tarafni yolg'onchiga chiqarish. Bu uchinchi taktika. Yaqinlarda xabarlarda bor, hatto Amerikaniki tashqi ishlar ministri Pompeo'ni yolg'onchiga chiqadi Xitoylar. Xitoylarniki tashqi ishlar ministri Amerikaniki tashqi ishlar ministrini yolg'onchiga chiqadi. Uni degan gaplarimiz yolg'on deb. Andan keyin to'rtinchisi qaytirma qarjaplash. Masalan, Amerika Xitoyni tutib olib, sen mana ishlarni bunday qilding desa, g'ajjidlamki sen ana ishlarni qilding deb Amerikaga qilmagan ishlarni döngab yolg'on gaplash. Masalan, buningda shu yiqilib ketgan qartalikniki ishi qarab ekanlar. Hozir Xitoy to'xtamay Amerikadagi kishilik huquq ahvoli yaxshi emas deb Amerikaga hujum qilyapti bular. Aniki 5-inchisi o'xshash gapni takrorlayverish. Ma g'arbda bir gap bor, bir gapni yolg'on gapni 10 qatim desang rost bo'lib qoldi deydigan. Ashtaraf bir gap bor, g'arbniki. Xitoy hozir mushtakdan qo'llanayotdi. Yolg'on gapni to'xtamay har kuni necha vaqt davrib shu orqali dunyodagi bir qism kishilarni shuni ishontiryapti. Xitoylarniki qo'llanayotgan taktikasi shunday. Hozir endi Amerika va g'arb elleriniki Xitoyga qo'llanayotgan tadbirlarimi kuchishga boshladi. Masalan, yaqinda shu Angliya bilan Germaniya Xitoyniki 5G texnologiya deydi. 5-davrlik xabarlash texnologiyasi. Xitoyniki Huawei'niki narsani ishlatamiz degan. Keyin Amerika ularga bosim tushirib, masalan, Donald Trump Angliya bilan Germaniyaga bosim ishlatibdi. Dastlabda Amerika qayta ogohlantirish berdi Yevropadagilarga. Unda qilmanglar, qilsanglar, saniki davlat maxfiyatiginglar butunlay oshkorlanib ketadi. Xitoylar sana davlat maxfiyatiginglarga erishib oladi deb qayta desa, bular pulni deb yana qilaveramiz deb shunday degan. Shunday degandan keyin Donald Trump bo'ldi, san qilinglar, biz Amerikaniki askarlarni ashkitamiz deb. Angliyaga shunday debdi, dastlabda undan keyin Germaniyaga shunday debdi. Degandan keyin bular jiddillashibdi. Jiddillashib undan so'ng uni ishlatmayli deb hozir bu ikki davlat Xitoyniki 5G texnikasini ishlatmaydiganligini qaror qilibdi.
Kanada'da bu cihette güçlük tedbirler qo'llanılayotir hozir. Parlament a'zolari bu vaqtda qonun loyihasini o'tirib qo'yib degandek. Ashta qilib hozir endi sizlarning xabaringlarda bor. Agar Amerikaniki yordam bo'lmasa, Yevropa o'z-o'zini qo'g'day olmaydi askariy jihatdan. Ashta bo'lgandan keyin Donald Trump hukumati dastlabda chiroq gaplarni deb qilib ishlamagandan keyin da'vo qilinglar. Amerikan askarlari chiqdimiz biz. Amerikan askarlari u yerda olsa bexatarligini yo'qotdi agar sizlar mana shu 5G texnologiyasini ishlatsanlar deb ashta besim ishlatib yurib ularni qoyil qilibdi. Men aytib xo'sh bo'ldim. Bu hozir Yevropada mana shu ig'ir ahvol bor. Hozir pulni deb burunqi shu demokratik erkinlik qimmat qarshini biriga qarab qo'yib Xitoy bilan sodlashimiz davatqanlar xili bor Yevropada. Endi Amerika chiroq gaplarni ko'p deyotdi. Faqat ishlamasa başta tedbirlerini kullanıp turuptu. Ben hoş oldum bununla. Anandan keyin Amerika'daki yakında kullanılan yani bir tedbiri yakında kiler bir yıllık devlet müdafiye hamçotu ne oturup koydu. Bu yılda oturup koyduğum pul mu 730 milyar dolarlık pul. Amerika'daki devlet müdafiyesi çıkan pulu. Bunun içi de bir neçe mahsus Xitay'a qaratkan alayda san babiyada. Birisi Tayvan'ı qo'g'dashga 5 milyar dollar masalanga Tayvan'ga shu misaildan boshqariladigan bombadan mudofaa qilish uskunalarini beradigan buningga misollarda endi Tayvan'dagi harbiy mudofaa iqtidorini o'stirishga xarjlangan pul 5 milyar dollardek pul. Andan keyin Xitoyning atrofidagi dengiz yo'llarini qo'g'dash Hindistonniki atrofidagi masalanga mushunga yana 20 milyar dollar ajratishni muzokaralashyotir hozir Amerika. İşte bu başka Xitayga bo'lgan tehditni Amerika zor miqdorda kuchaytiryapti hozir. Rasmiy harbiy tayyorlik holatiga kiryapti. Ba'zanlar Xitoyni anda taraqqi ketdi, mana taraqqi ketdi, kuchayib ketdi, deyapti. Endi son jihatdan aytganchaqda Xitoyniki askarlarining soni dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turdi mening bilishimcha. Anadaki aeroplan, tanka, bu nesrin sanısı maçlarak, onu ucayda Amerika'da kapkası Xitay, ikinci ürünü turuş mümkün. Lakin bu uğruş teknikisi degen bütünle başka neyse. Ben yakında bazı deklarlarını gördüm. Onun da deyişçe Amerika'nın şu Xitay devleti etrafında harbiy elip basa şununla yardım kıladığan Sünni emrasıdan 20 Sünni emrası varken. Bu yerda Birleşme Başkomandan degan bir gap bor. Amerikaniki bu Birleşme Başkomandanda shu havo, deniz, quruqlik armiyasi va boshqa internet masalanga, alam boshqa armiyalari degandek. Mushtaq hammasini o'rtaq boshqarib ish berish qobiliyati intan kuchli. Dunyo bu jihatda mening farzimcha Xitoyda Amerikani qo'liga suv qo'yib bermaydi. Albatta men degandek sun'iy amra uskunlari degan dasturimi Xitoyning taraqqiy qilgan emas Amerikadagi. Onun için uğruş nimesi yok, tecrübesi yok. Amerika her vakit uğruş halıda tutup yaşaydı bula. Onun için uğruşum toxtamayı bağ o bu yerlerde. İşte bu başka bu cihette güçleştirmiş cihette Xitay Amerika'nın kolu sokup vermeyi de oylayamam ben. Çünkü bu cihette Amerika hiç kanda kalıqya böyle ciddileşip kalan ahvallar yok. Fakat lamkin tehditninki çoğunluğunu yakında en yukarı derece tunup yitip hazır şunun kartta tedbir qo'llanılayotir. Çünkü bu cihette agar urush bo'lib qolsa Amerika nayt asalliqdan yengilishga men ishonaman. Andan keyin yaqinda chiqqan yana bir xo'sh xabar Amerikadagi Cumhuriyet Partiyasiniki kongressda ishlaydigan kongress a'zolaridan 150 kishi 5 qarorni o'tirib qo'ydi. Xitoyni jazolash haqida 5 qarorni o'tirib qo'ydi. Bu Hong Kong kanunu, Uyghur kanunu başka neyse bu. Bunun da bizge en paylık noktalardan şu Çençuanguan'ı cezalaş maddesi var bunun işte. 3. maddesi de Çençuanguan'ı cezalaş maddesi var. Andi cezalaydiken dese kandakta onu apırıp sot kesip turmuşlaydı diyen gibi emez. Asaslığı Çençuanguan kadarlık bir kısım şu Hong Kong'da bastırışıqqa töhfə qoşqan Andikin Tungjanbu, Xitay Tungjanbu'nun başçıları, şu hazır Xitay təşkilatlarına məsul bolatqan. Qatarlıq bir qism Andikin Gunganbu'niki bir qism başçıları, Sakçı ministrniki.
shularniki chet eldagi iqtisodini to'ng'itish, ularniki tuqqanlariga viza bermaslik, biz bir bo'lganlar bo'lsa uni bekor qilib o'tish qatorliq tadbirlar bor buning ichida. Buniki ahamiyati bak zo'r. Bu Xitoy hokimiyatidagilar xalqqa qanchalik ziyon keladi chet eldan uning kori yo'q. O'zining manfaatiga bevosita ta'sir etmaydigan bular parvo qilmaydi. Xalqlarning qo'llangan tadbirlariga. Ashta bo'g'ashqa Amerika hozir shu Xitoy rahbarlariga bevosita zarba beradigan tadbirlarni qo'llanmaydi. Agar ularning urug' tuqqanlarini cheklasa, iqtisodini to'ntib etsa, ularga ko'p ziyon bo'ladi. Xabarlarda bor Xitoydagi shu yuqori darajalik rahbarlarniki tuqqanlari hammasi chet elda asos jihatdan. İqtisodini chet elda, bular butun pullarni chet elga chiqib olgan. Hozir endi ularning pullarining hammasi Amerikada emas. Ashta bo'g'ashqa garchi Amerika bunday qonunlarni chiqarib ularni jazolasimi, boshqa davlatlarga amali yo'q bularniki. Ashta bo'g'ashqa hozir Amerika yolg'iz bu ishni qabul qilmasdan qolgan Yevropa, Kanada, Yaponiya, Hindiston, Avstraliya qatorliq ashta davlatlar bilan bo'lgan hamkorlikni ularniki himoyasini qo'lga keltirishda ko'p kuchayapti. Agar ashlar bilan Amerika bir birlikda tuzib olsa, Xitoyga dunyo xarakterlik zarba berish butunlay mumkin bo'ladi. Shunga bu jihatda bir qism ishlar yapılyapti. Bu jihat xabarlarni sizlar boshqa manbalardan ko'p ko'rsizlar. Shunga bu vaqtda buni ko'p to'xtalmayman. Andan keyin Xitoylarga qo'llangan tadbir jihatda hozir Xitoyniki BDTdagi ta'sirini yo'qotish haqida ish yapılyapti. Masalan, 11-si bir maqola chiqdi bu haqda. Xitoyning BDTdagi amaldorlarini, cho'ng-cho'ng o'rinlarga o'tirayotgan amaldorlarni cheklash yoki ularni boshqa odamlarga almashtirish haqida hozir bir qism takliflar o'tirib tushyapti. Bu cho'ng yaxshi ish. Nima ish qilsanglar, hozir BDT asosan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti asosan Xitoyniki kontrolida. Ashta bo'g'ashqa bu BDT hozir bir quruq qurilmaga aylanib qoldi. Hech qanday ishni qila olmaydigan quruq qurilmaga aylanib qoldi. Biz Uyg'urlarniki hozirgidek ig'ir darajadagi ziyonga uchrab ketishimizga sabablarning birisi mana shu. Xitoy hukumati oldi bilan BDTni setvi olish uchun Uyg'urlarniki shunchalik fojialik narsa ishlar ahvollari bo'lsa-mi, bular ko'masga sep turyapti. BDTni adamlar. Shunga bu jihat tadbir qo'llansa, ahvollar biroz yaxshilanishi mumkin. Endi yaqinda vatandan uchirilish bak taslashib ketdi. Hozir Xitoy hukumati chet elda tuqqunva Uyg'urlarni kontrol qilishni kuchaytiryapti yaqinda. Masalan, ba'zi Uyg'urlarning uyiga kirib, qurolli saqchi qurollarini ko'tarib turib kirib uylariga, sen yaqinda chet eldagi tuqquningni aloqalashibsan, agar yana bir qatim qiladigan bo'lsang, seni turmushlaymiz deb tahdid chiqargan ahvol bor. Ondan keyin Uyg'urlarning butun yurish turishini hozir qattiq kuzatyapti bular. Qattiq nazorat qilyapti. Masalan, o'ydan chiqsa mumkin chuqum shu kimlik kishisi bilan bir asoq kimlik kishisini silib o'ydan chiqib qolganligini ma'lum qilish kerak ekan. Tor orqali. Aşındaq darajada hozir Uyg'urlarniki butun ish harakatlarini bular kuzatish, kontrol qilish ishlarini texnik kuchaytiryapti bular. Burunqidan yeniklash yo'q. Ondan keyin ishsizlarni tizimlash umumiylik yo'li qo'yilib ketibdi yaqinda. Xizmat yo'qlarni. Buniki sababi nima uchun toza aniq emas. Ondan keyin menga kelgan eng yangi uchurdan birisi shu 7-oyda lagerdan nimaga zavodlarga o'rlashtirgan kishilardan 300 ming odamni qo'yib yetadi ekan. Urumchidan olamkan. Qolgan joylardan qanchalik qulolmaydi. Bu kishilarga dastlabda 500 so'mdan maosh berib ekan. Keyin 1500, ondan keyin 2600 so'mlarga chiqib ekan oylik maoshi. Hozir endi ularni zavoddan butunlay bo'shatib uyga haydaydi ekan bularni. Bunun bilan albatta men degan ishsizlarni tizimlash ish tang mong'ul turibdi. Bu ishni men bunday tushundim. Bu to'liq aniq bir narsa ko'rmadim. Mening tushunishimcha hozir Xitoyniki iqtisodiy nihoyat ig'ir darajada pastga qarab menyapti. Bo'libmi Xitoyniki eksport ishlari nihoyat ig'ir
hozir to'saliq uchirdi yaqinda yoqi. Mana Amerikaning qo'llanayotgan tadbirlari anadan dunyoniki Xitoyniki haqiqiy mohiyatini tushunib yetgandan keyin Xitoydan akiradigan mallarni imkon bor azaytib o'zi ishlab chiqarish tarafga qarab ketyapti hozir. Bunisiga o Xitoy virusining ishi bilan hozir mallarga bo'lgan ehtiyojni to'lab ketdi. Masalan, o'qislar sizlar biz hozir uydan chiqmay asosan burun do'konlarga berib xashlagan pulni xashlamagan bo'lib qoldik hozir. Xitoyniki iqtisodiy butlay eksport tayinlagan bo'lg'achqa cho'ng ko'p jihatdan hozir bu ishni ig'ir ziyon uchirdi. Shunga hozir zavodlarmi malni ishlab chiqarsimi sotolmayotgan ahvol bo'lishi mumkin. Men mushundaroq ko'rdim. Endi o'tgan qitim men bir janubdagi bir naydagi o'rta maktab, to'liq o'rta maktab bolalarini o'qishni to'xtatib zavodlarga ketganligini degandim. Bu ikkisini qanday birlashtirish kerak degan bu to'g'ri o'ylandim men. U bolalarni hozir ehtiyoj yo'q degan taqdirda 100% emas. Bir qism yerlarda yeni ishlarga ehtiyoji bor. Shu yerga olib bu asosan o'rta maktab bolalarini zavod qurilashtirish, Uyg'urlarni nodonsizlashtirish tadbiri deb tushunaman. Bolalarni Uyg'urlarni Xitoy hukumati hargizmi Uyg'urlarni yaxshi o'qitib turishni xohlamaydi. Ashta bo'g'ashqa Uyg'urlarni shu to'liqsizdan boshlab o'qishsiz qoldirish o'sha tadbir mumkin deb tushundim. Endi ma'vu Urumchida 300 ming odamni qo'yib qo'yilgan ish bo'lsa, bu ehtiyojning yo'qligidan bo'lyapti deb tushundim. Endi buning oqsidan yana qanday shumliqlar bor. Bu 300 ming odam zavoddan chiqqandan keyin jinni qanday boqadi, bu to'g'rilikda men bir gap olmadim. Xitoy hukumati hozir bir aqtash kitob chiqaribdi. Buni chet elga ko'rsatmam bu qo'llanmaydi. Hozir ishga jihatda maxfiy ekan bu. Bu asosan shu lagerdan zavod qurilashtirgan kishilarga qartliqaroq aqtash kitob ekan. Unda bunday gaplar bor ekan masalan. Hozir shu zavodchilarni shu aqtash kitobni o'rganishga saqiltirdi bular. İdeya jihatdan tarbiyalaga turibdi. Chiqqandan keyin nima deysizlar? Tuqqanlaringlar nima deysizlar? Tunishinglar nima deysizlar? Chet ellik muxbirlarni uchirib qasanglar nima deysizlar? Degandek. Hani ularni o'tayotgan bir gapi hozir sizlar hunarni o'rganib oldinglar, endi jamiyatga chiqib o'zinglarning jinini o'zinglar beqinglar deb mushta gaplarni degil turibdi. Bu to'g'riliq bundan ko'p uchurga erishamadim men. Ehtimol buniki asosda oshkorlandi deb o'ylayman. Qisqasi hozir vatandan uchramoq bekda so'p ketdi. Bu qatimki uchurim shunchalik. Men o'tgan hafta sizlarga bir ikki maqolani tavsiya qilgan. Birisi bir liderda buluşturishlik 21 suhbat degan maqola. Undan keyin Farzat singlimizga deb singlimiz buni o'qib maqolani hozir jami 6 qism bo'ldi deyman. 6 qism bo'lib tugidi bu. Ovoz qilib o'qib, uni YouTube qilib taqatdiq. Meniki YouTube kanalimda bor. Buni çok bir o'qib qo'yganlar. Men o'zim qayta anglayapman buni. Anlab qo'yganlar. Men odatda yo'l manga vaqtida anglayman bu narsalarni. Yo'l manga vaqtida qayta anglayapman. Bu maqolani 2011-yil yozgan bo'lg'achqa biroz vaqt bir qism narsalar esimdan chiqib qoldi. Anayt isl mazmunlar bor ekan. Mayli lider bo'linglar, lider bo'lmanglar. Bir cho'qim anlab qo'yganlar. Hozir uniki birinchi qismi, YouTube'dagi birinchi qisminiki anlaş qitim soni 500 ga yaqin beribdi, qolganlar undan ozroq. Endi bu WhatsApp'dan taqaldi, ovozli hujjat. Boshqa yerlardan anlatgan bo'lishi mumkin. Lekin meniki istil deyotganim hozir Uyg'urlarniki oldidagi vazifa bek ig'ir. Mayli hozir xalqaro qanday o'zgarish bo'lib ketsin, chuqum Sharq Turkistonga xalqarodan bir tashrish umidi berib, u yerda zodi Uyg'urlar qanday kunlarni ko'rdi. Uyg'urlarning nüfusi zodi qancha uchib qoldi burunqi nüfusdan. Zodi qancha Uyg'ur qolib qoldi hozir. Qanday Uyg'ur qolib qoldi? Ashani aniqlab, anandagi Xitoylarga bir keskin tadbir qo'llanib, Uyg'urlar uchun Uyg'urlar o'zini o'zi qo'g'dab yashay oladigan bir hokimiyat yoki bir hukumat turg'izib bermagunchalik Uyg'urlarning ishi olmaydi. Endi ashundaq bir ahvol qachonlikqa keladi bizning qo'limizga aniq emas ekan. Hozir garchi xalqaroda Xitoyniki Abdi Bashirsini tunib yetish jihatda tarixda misli ko'rib boqmagan darajada cho'ng ilgirlashlar bo'lgan bo'lsa-mu, xalqaro munosabatda bir davlat yana bir davlatni ishga olisha olmaydi. Davlatlar xuddi bir top ustunidagi toplar o'xshaydi, hammasi barobar. Xalqaro munosabatda ashta bo'g'ashqa Amerika berib Xitoyni aniqlama qilib deyolmaydi. Ashta bir ish sababchi bo'lmasa, buningga men burun degandek Xitoyniki hokimiyati tinch yo'llarni o'rlamdi.
yoki Amerikadan urush qilish natijasi o'rilamdi, ashla qarab ikkinchi bir qism o'zgarishlar kelishi mumkin. Endi shu o'zgarishlar qachonlar keladi, qanday keladi biz bilmaymiz. Ashla bo'lg'achqa Uyg'urni qutqizish vazifasi yana Uyg'urlarniki galgisida hozir. Ashla bo'lgandan keyin Uyg'urlar chuqum qaytadan tug'ilishga qarab ma'mus bo'lmaydi. Men bu gapni nima dedim? Yaqinda sizlarga men bu nima Walnut degan bir kishiniki bir tarixni xulosalab yozgan kitobidagi bir mazmun deb berdim. Odam madaniyatni yaratmaydi, madaniyat odamni yaratadi, odam turini yaratadi deydi, odam tipini yaratadi deydi madaniyat. Mush gapni faqat ismlardan chiqarmanglar. Shunga Uyg'urlar o'z madaniyati haqida chuqur o'ylanish kerak. Bizim medeniyetimizde qanday foydali omillar bor, qanday foydasiz omillar bor. Mush to'g'riliq qattiq o'ylanish kerak. Uyg'ur madaniyatiniki asosi islom madaniyati, chiqisbek bag'lanib ketgan. Shunga mana shu din to'g'riliqmi nayt chuqur o'ylanish kerak. Men azaldan bir narsa o'qigan vaqtimda, bir narsa anglagan vaqtimda imkon bor o'zim o'ylanib, o'zimning tafakkur bo'yicha tushunishga tirishman. Bu vaqtda Qur'onda aytdik ko'p oyatlar bor. Masalan, Yasin surasida shu insonlarni Allohniki qanday shu o'ylanish, tafakkur qilish, tekshirish, tushunish jihatda nimalarga qanday narsani o'tirib qo'yganligim shu Yasin surasida bor. Ashani qayta o'qib olsanglar bo'ladi. Ashta qilib o'zimiz o'ylanmasak bo'lmaydi. Anladık o'ylanib, qaytadan tug'ilib, mushundaq hozirgi zamoniy bilimlar bilan o'zimizni qurollantirib, hani haqiqiy boshqacha bir o'tirg'i chiqmasak, biz millatni qutqara olmaymiz. Hozir bizda bek ojiz. Shunga men barliq qarindoshlarni mushayatda davomli chaqiraman. Nima o'tganda Facebookda shu proyektga yordam qilish haqida yan to'plash yapgan. Uniki pullariniki bir qismi kirdi Facebookdan shu Uyg'ur Project Fondiniki bankasiga. Yine azroq bir qismi kelib qoldi. Ashta bo'lsa-mu biz hozir ikki proyektga pulni to'liq mondiryaptik. Bu Uyg'ur kitob degan proyektga $5000 va'da qilgan. Uni to'liq mondirib bo'ldik, egasiga tegib bo'ldi bu pul. Andan keyin kompyuter va turmush degan videolik darslik projekti bununla $2,500 va'da qilgan. Uni mondirib bo'ldik, qo'liga tegib bo'ldi. Endi Yera Uyg'ur maktabiga $8,100 va'da qilgan. Uni shu hozir maktab taqilib qolibdi, virusning sababi bilan 9-oyda o'qish boshlaydi ekan. O'qish boshlagandan keyin biz har oyda uni asli 6 oylik deb chiqqan pul bu $8,100. Har oyda shu aslilik talab qilgan bo'yicha mening ismini qilishcha $1,350 deyman. Ashta har oyda ashinchidan pulni bermoqchi. 6 oy uni sotib birimiz shu bulardan sizlarga bir doklad berib qo'yay. Andan keyin biz endi yaqinda 2 proyektga pul chiqardik. Men uni demayman proyektning nimaligini. Proyekt bitib bo'lgandan keyin deyman. Buni Uyg'ur Project Fondidan 2 proyekt pul chiqardik. Men o'tgan qatamda dedim, davomli deyman, agar millatni saqlab qilishga foydasi bor proyektlar bo'lsa, turlar bo'lsa, sizlar o'ylab topgan. Men bilan aloqalashinglar. Biz imkon qadar yordam qilishga tirishamiz. Albatta degan kishi Will Durant degan kishini demoqchidim men. Ismini xato deb qo'ydim, bu Will Durant degan kishiniki. Endi albatta degandek insonlar madaniyatni emas, madaniyat inson turini vujudga keltirdi. Andan keyin yana bir hukm o'tayapti degan. Hozirga qadar insonlarniki, insoniyatning madaniyatlashish tarixini xulosalagan chaqda yaxshi amallarni qilib yashagan millatniki erishgan yaxshiligi bilan erishgan foydasiz ahvollarniki soni asosan o'xshashib ketadi ekan. Bu nima degan chaqda agar bir millat o'zini saqlab qolmoqchi bo'lsa, yaxshi amalni qilib yashashlam kifoya emas degan gap ma'nosi. Agar siz yaxshi amalni qilib bo'lsangiz, yaxshilikka erishasiz, to'g'ri, ammo yomonlikka erishishingiz mumkin. Nisbati bundaki 50-50. Shunga bir millat o'zini saqlab qolman desa, chuqum shu vaqtdagi makon zamonga moslashib yashash kerak.
Bu nayti çoğun felsefilik uqumlar mavu. Bunu ben hem Uygurlarniki kalısı sındırayı dep qayta davatıman. Şuna bunu aslan çıqamağlar. Bizim çuqum zaman makaniki zamanga makan maslashimiz kerak. Millatda abayatın degan yaxshi amallarni qilib yashagan millatlar niki erishadigan yaxshiligi bilan yomonligi 50-50 bo'ladi degan mushbur paket Uyg'urlarga intayin mos keladi. Masalan, yaqinqi 1000 yil vaqtga qaragan bo'lsak, Uyg'urlar islom dinini qabul qilgandan keyingi 1000 yil vaqt Uyg'urlar dastlabki 500 yil yaxshi edi. O'rta Osiyoda so'rab intayin yaxshi edi. Undan keyin chekinib ketib, mana hozir biz bir jon talishgan holatga kelib qoldik. Uyg'urlarni keyingi 500 yilning ichida yaxshi millat bo'la oldimi, bo'lamadimi degan u yana bir munozara qilishadigan bir tema. Bu to'g'ri to'xtalmayman men bu yerda. Lekin ABK statistika tushidiki Uyg'urlar. Ashta bo'g'ashqa chet eldagi shu aqliy jihatdan o'zi mustaqil tafakkur qila oladigan, o'zi o'g'inish qilib, o'zini taraqqi qila oladigan, o'zining kishiligini. Ama qarindoshlarning hammasi mush yerda izini topsanglar. Biz shu o'zimiz qabul qilgan din haqidami chunqur o'ylashimiz kerak. Dunyoda 3 cho'ng din bor. Xristian dini, Judaizm va Islom. Qolgan ikki dindagilar bo'libmi Xristian dindagilar da shu yaqinqi 1000 yil ichida intayin cho'ng o'zgarish bo'lib ketdi. Men bundan bir yil burun shu din haqida to'xtalgan vaqtimda inson omili va adam Alloh omili deb ikki xil omilni o'tirib qo'ygan. İnsan amili degan insonlar dinga kirgan narsalar. Alloh amili degan Alloh tushagan din. Bu ikki narsani ayirib ma'lum qilish to'g'riliq bir leksiya so'zlaganman WhatsAppda. Ki onu takip ettim. Shu Xristian diniki, shu yaqinqi 500 yillik tarixga qarab bakadigan bo'lsanglar, bularniki 500 yildan burun Xristian dinimi asosan kishilarni idora qilishga ishlatilgan. Xristian dini insonlarni idora qilishning bir xil quroli bo'lgan. Ashta bo'g'ashqa meniki o'zimniki mo'ljaricha 90% dak narsa odam omili bo'lib ketgan. Shu chog'da Xristian dini deb tarqatilgan narsalarniki 90% dak inson omili bo'lib ketgan. Asosan qanday qilganda insonlarni yaxshiroq kontrol qilib bo'ldi, boshqa qilib bo'ldi deb. Şu uçaklardaki hakimiyet beşikliklerinin hepsi popladı. Şu dini ölüm aladı. Ular hem dini ölüme hem hakimiyet beşikteki rehberler. Aşağı bulup ketken. Kim bu Hristiyan dininde iki katım çoğun inkılap oldu. Onunki birisi protestant dini islahat hareketi dep atıldı. O 1517 yılı başlangan. Bu bir hareket oldu Avrupa'da. İkincisi Fransa inqilabı. Bu 1789 yılda başlangan. Muş iki qatımlıq inqilab arqılıq Hristiyan dinində intayin çoğun özgürüş olub getdi. Naydı qısqa qılıb xulaslagan çağda onundan burun kişilərinki nəzərində Xuda, ruh və ahiret düşüncesi en mühim orundadır. Xuda, ruh, ahiret. Muş üç hukum en mühim orundadır. Muş iki çoğun inqilabdan keyin bu nesler özgürüp yeniden felsefi ideya oturup çıktı. O nemi desanlar fiziklik kaynat. Xudaniki ornaga kişiler mühimrak orun koyduğu narsa fiziklik kaynat oldu. Andikin ruh emas beden. Andikin keyingi dünya emas, ahiret emas, hazırki dünya. Avrupa üç nersige burun ko'ngil bo'lgan, burun en mühim o'rin qo'ygan üç narsaning o'rniga ma yangi üç narsani o'rniga qo'ydi. Shundan keyin san'at inqilobi bo'lib, undan keyin oqaqadan nurun inqiloblar bo'lib, bugungi kunga keldi. Yevropaniki, g'arbniki bugungi ahvolni bilsizlar, islom dunyosiniki bugungi ahvolni bilsizlar. Mushundaq tarixlar bor. Bizniki ko'plagan diniy ulamolarimiz asosan shu arab davlatlarida yoki musulmon davlatlarda o'qigan. G'arb davlatlarida islom dinini o'qib o'lma bo'lib yetishganlar meniki bilishimcha asosan yo'q deyarlik. Men shunga burun Uyg'ur bundan keyin o'lma bo'lgan fuqarolarniki chuqum o'ziniki hozirgi o'qishini shu Misrdagi arab davlatlaridagi o'qishini tugatgandan keyin Amerikada tugatib ketibmi islom dinini o'qib o'qishni tashabbus qilgan.
Şu vaqtda shundan keyin men bilan o'ndak fikrlar aloqalashgan. U chog'da vatan ahvoli 2017-yildan burungi gaplar bu. Yaxshi. Ashta qilgandi. Endi men shu vaqtning o'zidami mush ishlarniki, mush narsalarni tushunib yetishniki nihoyatda muhimligini his qilgandim. U chog'da bu madaniyatning inson turini belgilaydiganligi haqidagi hukmlarni bilmaydim. Lekin shu islom dinidagi tarixi, shu yaqinki 1400 yildagi vaqtdan buyongi tarixi, lekin qolgan dinlarda bo'lgan o'zgarish, mush narsani tushungandan keyin Uyg'urlarchidagi o'limalarmi mush yerda izni baqsi bo'ldi ekan, biroz g'aribdan o'qib baqsi bo'ldi ekan, mushuni o'qimg'ichilik o'ziniki diniy bilimini to'liqlay olmaydi ekan degan hukmlarga kelgan. Bu narsalarni men hozir ham ta'kidlayman. Yoshlar buni deb qo'ygan bor. Men hozir degan protestant diniy islohot harakati bilan Fransiya inqilobi haqidagi hukmlar meniki 2015-yilda yozgan maqolamda bor. Ilm fan va din degan maqolamda bor. O'qib beqinglar shuni. Aslida xili ko'p tarix, diniy tarixlarni yakunlagan ekan, xulosalagan. Ashuni o'qib beqinglar. Ondan keyin yoshlarmi hozir diniy o'qiyotgan fuqarolar bundan keyin shu g'arbda paydo bo'lgan tushunchalar, bilimlar, mushlarni nima bir qatim ko'rib chiqishga tirishinglar. Endi bizda bir cho'ng pakt bor. Hozir dunyo nüfusuniki 1,10 milliarddak odam musulmon. Bu islom dini hech qanday xatar ichida qolib qolgan yeri yo'q. İslam dini xatar ichida emas. Ammo Uyg'urlar xatar ichida. Men degandek Uyg'urlarniki kelgusi taqdiri qanday bo'ladi, uni biz belgilaymiz, Uyg'urlar o'zimiz belgilaymiz. Bunun keyingi hayotda qanday yashaymiz, shunga bilan munosabatlik. Ashta bo'g'ashqa hozirmi shu mayli Misrda bo'lsin, boshqa davlatlar bo'lsin, bu Turkiyada nihoyat kichigidan boshlab din o'qiyotgan Uyg'urlar bor. Xil ko'p bularning soni. Men ashu fuqarolarga, ota-onalarga, kichik bolalarni madrasaga borayotgan ota-onalarga shu haqda qaytadan o'ynab beqishini umid qilaman. Albatta men degandek bizning dinimiz xatar ostida emas, Uyg'urlar xatar ostida. Bizniki chet eldagi nüfusimiz bek az. O'rta Osiyoni hisobga olmagan chog'da biz 100 mingga bormaymiz. Endi bu kichik bolalarni bundagi qanday tarbiyalash bizniki kelgusimizga istiqbollik bilan bek munosabatlik. Men bolalarniki din o'qishi, Qur'on yodlashi haqida izlab boqqan. Men diniy ulamo emas, bir qism narsalarni ko'rdim. Amerikada shu Noman Alixon bilan doktor Yasir Qozilarning leksiyalarini ko'p anglab boqdim. Buniki bolalarniki diniy tarbiyasi haqidagi leksiyalarini anglab boqdim. Ularninki degani Qur'onda kichik bolalarni Qur'on yodlashi kerak deydigan undaq narsa yo'q deydi. Endi agar bolalarning iqtidori bo'lsa, agar Qur'on yodlag'ida iqtidori bo'lsa yodlasa bo'ladi deydi. Lekin ota-onalar majbur bo'lmanglar deb boshla deydi. Mavu normalni musulmonlar qartilgan gap, Uyg'urlarga emas. Hozir Uyg'urlarniki beşe kelgan kun qolgan musulmonlarga beşe kelgan emas. Ashta bo'g'ashqa bu jihatda Uyg'ur ota-onalar hozir din o'qiyotgan fuqarolar qattiq o'ylanmasak bo'lmaydi. Boshqa millatlarniki Uyg'ur diniy ulamolarga ehtiyoji yo'q. Uyg'urlardagi diniy ulamolar o'zimizga yaslab bo'ldi. Undan ko'p odamlarniki diniy sohaga o'qib ketishniki zaruriyati yo'q. Undan boshqa bizniki millatni saqlab qolishga ziyni bor. Mush bir narsani hamma ukalarniki, hamma ota-onalarniki bilan o'ylab beqishni umid qilaman men. Hozir chet eldagi kichik bolalarni qanday tarbiyalaymiz? Bundan keyin hamma Uyg'urlarning oldiga qo'yilgan intayin muhim bir tema bo'lishi kerak. Hozir biz nurg'unlarimiz shu Uyg'urlar uchun ish qilaylik deb da'vo sepiga kirdik. Bu ishlarni qilyapmiz. Bizdagi eng chong qiyinchilik nima? Hozir nurg'un shu Uyg'urlar uchun xizmat qilsam, deydigan ashta sap niyatlik odamlarimiz bor bizniki. Uyg'urlarning ko'pincha ashta odamlar. Lekin hozirgi xalqaro vaziyatda bir Uyg'urlar uchun foydasi tegadigan ishlarni qilay degan vaqtida qiyinchilik uchrayotgan kishilarimiz pek ko'p. O qiyinchilik nima? O qiyinchilikning ikkisi bor menimcha. Birisi bilim, shu xalqaro sahnalarga chiqib, boshqa millatning odamlari bilan teng o'rinda turib,
gap qiladigan odam, ashtaq bir bilim asosi. Birinchisi, ikkinchisi til. Kelgusidagi Uyg'ur davosida bundaq 3 til intayin muhim. Uyg'ur tili, ingliz tili va Xitoy tili. Xitoycha. Agar imkoniyati bor, bolalar bo'lib qolsa, mush 3 tilni o'rganishni kichik kunlardan boshlanglar. Yaxshi o'rganinglar. Ashtaq qilgan vaqtlarda Uyg'urlar uchun, Uyg'ur davosi uchun xizmat qilish iqtidoringlar intayin zo'r darajada oshdi. Endi kichik bolalar uchun bu 3 tildami muhim o'rin turadigan narsa bor. Dinmi bor? 3 til aniki din. Buningdan muhim turadigan narsa bor. U mash bolalar yashayotgan davlatniki tili va maktabdagi o'qishi. Öz davlatining tili bilan maktabdagi o'qishi, bu ikki narsani eng yaxshi yapmangan shart ostida 3 til bilan din o'rganish kerak. Ashta qilgan chog'da shu yetib chiqqan bolalar kelgusida Uyg'urlar uchun ravus ish qiladigan odam bo'lib chiqadi. Endi Uyg'ur tilini oilada Uyg'urcha so'zlashish orqali o'rgatishni qancha kichik boshlasak bo'laverdi. Endi men xabarlarda bor, men qo'sh tillik ma'rif to'g'rilimi ko'p izlangan. Hozirmi shu qo'sh tillik ma'rifniki eng yuqori o'rinda turadigan, darajada turadigan mutaxassis Kangas xonim bilan men bak yaqin davomli aloqalashib turaman. Shu qo'sh tillik ma'rif sohasidagi chiqarilgan ilmiy yakun kichik bolalar ikkinchi tilni 10 yoshdan boshlab o'rgansa eng yaxshi. 10 yoshligini balki rasmiy o'qish, sinf dars qilib o'qishga qaratilgan bu. Masalan, Turkiyadagi bolalar 10 yoshga kirganchilik turk tilini yaxshi o'rganib, maktabni o'qishni yaxshi yapmanib, hamda rasmiy Uyg'ur tilini shu harflarni yozishdan tortib rasmiy bir maktabga kirib o'qiydigandek narsani 10 sinfda boshlasa eng yaxshi. Bu ilmiy hozirgi zamon ilmiy tadqiqotning yakuni shunday. Ben şunu asasen, Kur'an'ı öğrenişini mi, dini öğrenişini mi şu 10 yaşından başlasa yaxshi degan bir yakın oturup koygan. Sahibi nime dese, kichik bolalarga o'zi tushunmaydigan narsalarni o'rgatsa, uniki qiymati yo'q asosan. Qiymati yo'q. Mendeki o'zimning tushunchimcha Alloh undan narsani talab qilmaydi. Agar ular tushunmasa, o narsalarni tushunmagan narsalarni kichik bolalarga majburiyat qilishniki, menimcha taza normal ish ekanligiga ishim ketmayman. Lekin hozir men degandek Uyg'urlarning oldida andoq cho'ng vazifalar bor. Shunga mushlarning hammasini birlashtirib, kichik bolalar bor ota-onalar obdan o'ynab baqsanlar. Men har qatim leksiyani qisqa qilaman deb o'ylayapman, inson o'zgarib ketib qoladi. Bugun inson o'zgarib ketdi. Albatta o'tirib qolgan masala haqida hamma Uyg'urlar, hamma ota-onalar, hamma ukkular Sanallah, inallah, hemen o da oynayıp baksak. Endi bizim aldığımızdaki vazife pek ağır boğalık için bazı keskin meselelerini oturup koymaya ilacı yok. Bir adam oturup koyuş gerek. Hem oturup koyup hemen size diyendek bunun dini cihatta intayin, bilimim intayin çeklik. Üzem hazır kadar uçuratkan neslerini azarşı da koydum. Yanılamkin nimege, akidege düşüdüğün narsalarning hammasi da biz diniy o'limalardan so'rmasak bo'lmaydi. Men emas. Shuning buni eskartib qo'ya oxirida. Maqolamsa, kelar qatim ko'rishishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.